Bir qiz bilan yigit bir-birini juda ham sevishar ekan. Oshiqligi misli Yusuf Zulayho, Tohir Zuhra, Laylu Majnun, g'arib va shosanamdek bo'lib sevishar ekan. Qiz yigitga qarab, "Ey sevgilim, sizni avvalim bor ko'rganda yoqtirib qolgan edim. Bilmadim yoki jodu qildingizmi? Kecha va kunduz yodimdasiz. Sadongizni bir ro'z eshitmasam, mariz bo'lib qolarman." Shunda yigit ham, "Manchi, meni sog'inmaydi deb o'ylaysanmi? WhatsApp'ingga qarayman mabodo. Offline bo'lsa, shu ro'z menga qiyomat bo'lib o'tadi. Ro'zdan ro'z, oydan oy o'tgandan nari." Qiz yigitga zang urib, "Ey sevgilim, uyimga har ro'z savchilar kelib yotibdi. Biriga javob bersam biri, biriga javob bersam biri. Nima qilayin?" deganda yigit, "Jonim, mening uchun kamgina sabr qil. Savchilar kelsa, o'zingni marizlikka olgining. Seni boshqa olsa, yashab yura olmayman" degan. Qiz ham bo'pti, shunaqa qilamiz deb ikkisi ahd paymon qilib, tapxush bo'lishib, birgalashib mana shu she'rni yozgan.